Xo'sh, bu ishlar juda ham jonga tegib ketdi. Qachon tugaydi o'zi bular? Dam olib ham turish kerak-ku. Hey, barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Notrik va bugungi yangi video roligimga xush kelibsizlar. Albatta videomizni boshlashdan oldin videomizga like bosib, kanalimizga obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Unda men bugungi video rolikni boshlayman. Xo'sh, obunachilar, mana har doimgidek yana o'sha ishlarim, hech qachon tugamaydigan ishlarim, chunki nima qilish kerak? Pul topish kerak. Pul bo'lmasa qanday yashaysiz, to'g'rimi? Shuning uchun ishlarni qilib hali ham o'tiribman. Xo'p, mayli, tashqariga chiqib, ozgina ogrodagi barcha ishlarni to'g'rilab kelamiz. Xo'sh, qishloq tinch, hammasi yaxshi, to'g'rimi? Hech qanaqa muammolar yo'qmi? Adashmasam, hech qanaqa muammolar yo'q. Ha, va juda ham yaxshi. Ronaldomi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Notrik? Ha, yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Ha, yaxshi rahmat. Nima gaplar, tinchmi? Ha, tinch. Siz haqiqatan ham Ronaldomisiz? Men sizga ishona olmayapman. Hech qanaqa hazil emasmi? Yo'q, hech qanaqa hazil emas. Bu hammasi haqiqat. Obunachilar, to'xtang. Obunachilar, bizning qishloqqa Ronaldo kelibdimi? Bu judayam shok xabar-ku bu. Yaxshi, rahmat. Nima gaplar, tinchmisiz? Tinch, rahmat. Xo'sh, men sizni o'zimizning stadionga taklif etmoqchiman. Qanaqa stadion? Qaysi davlatga? Hech qaysi davlatga emas, shunchaki maktabning o'ng tarafida biz stadion ochdik. Rostdanmi? Bu hech qanaqa hazil emasmi? Yo'q, hazil emas. Ya'ni buni siz ochasiz. Qanday men ochaman? Unga siz kerakli narsalarni qo'yib chiqsangiz bo'ldi va stadion rasman ochiladi va u yerda futbol o'ynaymiz. Yo'q, rostdanmi? Ha, uyingizga kirib o'zingizga kerakli barcha narsalarni olib chiqing. Biz stadionda bo'lamiz. Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Obunachilar, tezdan mana buni qo'yamizda. Mana bu hammasini olamiz. Obunachilar, gapni eshitdilaringmi? Stadion yonmayu, tezda borish kerak axir. Xo'sh, mana bunday va barchasi yaxshi. Hop, mashinani ochamizda o'tiramiz, endi stadionga qarab yo'l olamiz. Hop, ehtiyotkorlik bilan. Yaxshi. Mana shu yerdagi zinani ham sal ichkariroq qo'yish kerakmi yoki mana bu yerdami? Bu yer konteyner bo'yotibdi-yu, qanaqa stadion? Balki shu yerdadir. Mashinani mayli tepaga olib chiqamiz. Hop, mana shu yerga parkovka qilamiz. Obunachilar, mashinani sal orqaroq va sal oldiroq. Bo'ldi. Bilishsam hammasi yaxshi, to'g'rimi? Qani, albatta mashinani qulflab qo'yamiz. Bo'ldi. Oldi tegmadimi? Yo'q, barchasi yaxshi. Xo'sh, obunachilar, albatta videomizni shu joyda like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki yangi yilgacha 10 mingta obunachi bo'lishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Unda men videoni davom ettiraman. Xo'p, stadion mana bu konteynerlarni men hozir ko'rib kelamiz. Bu konteyner oddiy konteyner shekilli, adashmasam. Bu yerda stadion. Obunachilar, endi bizning qishloqda stadion ham bormi? Juda ham zo'r-ku bu axir. Xo'p. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Va alaykum assalom. Yomon salom ekansiz-da. Ha. Nima qilib chiqish kerak edi? Ana bu konteynerda ichida yotsangiz sandiq bor. Ana shu sandiqdan olib, mana shu yerni va shirinliklar, suvlar qo'yib chiqishingiz kerak. Bo'ldi. Shu xolosmi? Keyin futbol o'ynaymizmi? Albatta, bugun hamma jitirlarni chaqirib, kechga futbol o'ynaymiz. Bo'ldi. Unda men konteynerga boray. Obunachilar, bu juda ham zo'r-ku, juda ham zo'r imkoniyat, to'g'ri? Adashmasam, mana shu barchasi bo'lsa kerak. Obunachilar, mana biz shuncha narsa oldik, tasavvur qilasizlarmi? Va endi biz mana shu stadionni cho'tka qilib bezatib chiqishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi bo'lib mana buni mana bu yerga qo'yamiz, to'g'rimi? Mana shu yerdan mana bunday o'tish kerak bo'ladi. Bu juda ham ajoyib. Xo'p, bu X-ray stolni qayerga qo'yamiz? Adashmasam, mana shu yerga qo'ysak kerak buni ham, to'g'rimi? Yo, bo'lmagan ekan. Mana bu yergami? Qaysi tarafdan kirgizadi o'zi bunga? O'zini bilmadim, lekin mayli, mana shunday tursin, to'g'rimi? Yaxshi turibdi-ku, yoki buni mana bu chekkaga qo'ysammikan, mana bunday qilib. Davay, mana shunaqa qilib qo'yamiz. Mana shu yerdan hamma narsa o'tkaziladi va o'rganib chiqiladi. Xo'p, ana endi biz mana bularni belgilab oldim. Mana shunday buzamizda, mana shunday buzib, mana bularni mana shunday qo'yib chiqishimiz kerak. Stadionda bilasizlar, ikki xil bo'ladi yer. Buni qanday buzaman endi men? Voy, buni buzish uncha qiyin.
Demak, bildimki xato qilib qo'ymaslik kerak. Endi buni tezda buzib olamiz. Hopa. Bo'ldi, men buni tushundimki, buni umuman xato qo'ymaslik kerak, chunki buzish juda ham qiyin ekan. 15 minutcha buzib o'tirdim. Mayli, boshqa xato qilmaslikka harakat qilamiz albatta. Xo'p, bularni barchasini buzamizda, mana shunday qilamiz. Obunachilar, sizlarga Ronaldomi yoki Messi kommentariyaga yozib qoldirishni unutmanglar. Sizlarga Ronaldo yoqadimi, Messimi albatta yozib qoldiringlar hammasini. Men albatta o'qib chiqaman va javob qaytarishga maksimal harakat qilaman. Javob qaytaraman ham. Xo'p, mana shunday va mana shunday qilib endi oxirigacha qilib chiqish kerak. Davay. Va mana juda ham ajoyib bo'ldi. Barchasi bitdi. Tepadan mana ko'rishinglar mumkin. Xo'sh, ana endi ko'rib olgan bo'lsalaring videoni, ana endi mana bu boshqa narsalarni qo'yib chiqish kerak. Xo'sh, hozir. Xo'p, aytishlari bo'yicha mana bu bilan atrofni o'rab chiqishim kerak ekan. Mana bu bilan o'rab chiqqanim chiroyliroq, to'g'rimi? Yaxshiroq, ya'ni mana shu bilan unda o'rab chiqamiz. Mana shunday va oxirigacha mana shunday qo'yib chiqishimiz kerak. Shunda hech kim chiqib ketmaydi, ya'ni futbol maydoniga hech qaysi jitel yoki hech qaysi jitelning bolasi. Endi bolalar kichkina bo'ladi-yu, to'g'rimi? Tushunmaydi, o'shaning uchun yugurib chiqib ketib qolishi mumkin. Bu esa minus bo'ladi bizga. O'shaning uchun garaja chiqib ketmasligi uchun bu xavfsizlikni ta'minlaydi. Xo'sh, mana buni ham qo'yamiz, mana buni ham, bularni ham barchasini endi qo'yib chiqamiz. Juda ham ajoyib chiqyapti degan umiddaman va menga juda ham hozircha yoqyapti, to'g'risini aytsam, va mana shunday, to'g'rimi? Ha, mana barchasini qo'yib chiqdim, bo'ldi. Xo'p, hozircha qolgan narsalar, atrofni o'rab chiqdim, bularni qo'ydim va bizga mana bular va mana bular. Xo'p, bularni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz va mana shu обязательно kerak. Buni mana bu yerga ham bitta qo'yamiz, chunki bilib bo'lmaydi, nima desa bo'ladi, xavfsizlik uchun obunachilar. Buni ham 4 tala tarafiga qo'yib chiqishimiz kerak, chunki buni bilsalaring suv chiqadi bundan. Va mana bu yerga, mana bu burchak-burchagiga qo'ysak, shunda yaxshiroq bo'ladi. Bu orqali nima desa bo'ladi, agarda bironta yong'in yoki shunaqa narsa bo'lsa, barchasini to'g'irlash mumkin shuni suvi bilan. Xo'p. Bilasizlar, biz 13-qishloqda yashaymiz. Bu yerda hech qanaqa bajarni yoki boshqa narsalar yo'q. Shuning uchun ularni ham xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Videolarimizni ko'rishda davom etsalaring juda ham ajoyib bo'ladi. Xo'p. Bularni tepaga olamiz va mana bunaqa shirinliklar va musor tashlaydigan idishlar qolib ketdi. Bularni mana bu yerga qilib chiqsam bo'lsa kerak, to'g'rimi? Mana shunday va mana bunday. Hech qaysi musor tashlanmaydi va mana shu yoqqa olib kelib tashlashadi. Xo'p, mana buni qo'limga olsam va mana buni bussam, hozircha qanday qilishni o'yladim. Reja bor menda. Mana buni mana bunday qilib, mana shunday qilib alohida o'rab qo'yamiz. Ya'ni musorlar shu yerga tashlanadi mana shuni ichiga. Juda ham ajoyib, juda ham shinam va juda ham chiroyli chiqyapti. Mana bularning orasiga qo'yib chiqishim shartmi yoki yo'q? Adashmasam shart emas, xunuk bo'lib qoladi. Xo'p, bizda endi yeguliklar, ya'ni shirinliklar va nima desa bo'ladi, mana bunday qo'yamiz. Ozgina kam bo'lishi mumkin, shuning uchun yana ikkita qo'yib chiqamiz. Albatta tarafga. Mana bunday va mana bunday. Mana shu yerdan bemalol o'tib shirinliklar, suvlar olib xarid qilib ichishlari mumkin bo'ladi. Xo'p. Mana bu yerdagi mana bu o'rtasi bo'lsa, shu skemakani buzamiz. Xo'sh, mana bunday va mana bunday. Qaranglar, nariyoqqa borib kelish eringanlar mana shu yerdan nima qo'ysalar bo'ladi. Shuning uchun qo'yib chiqdim. Bu yerga mana bunday. Uzr. Mana bunday. Juda ham ajoyib. Xo'sh, bunaqa, lekin stadion butun qishloqlar orasida bitta bo'ldi. Stadion ham, maktab borda, lekin bizniki chiroyliroq anchagina. Mana buni yana buzamizda, buni o'rniga mana bunday qo'yamiz. Juda ham ajoyib chiqdi va xo'sh, juda ham zo'r. Obunachilar, bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Albatta, ikkinchi qism chiqishini xohlaslaring, videosida 333 ta like yig'ilsa, men Ronaldo bilan futbol o'ynab video chiqaraman. E'tiboringiz uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsin azizlar.